Demek davom etamiz. Mana klon ochdik, mana belbog'ni chaqirdik, mana tashkil tayyor turibdi. Quyoshgani endi olib kelaman-da. Mana men bizga olib kelib qo'yaman. Belbog'ni oldiga. Olib keldim mana. Endi menda quyoshgani balandligi kattaroq ekan. Misol bundoq qo'yamiz. Menda harakat qilaman, чтобы u menda manba chizig'imni ustiga tushsin. Bekorga mana u chizig'imni chizdim. Bas. Mana shuni bossam chiqib ketdi. Demak, shuni o'chiraman. Demak, menda demak, mana ustiga bitta bossam, menda mana bu belgi chiqadi va mana bu bolg'achaga o'xshagan belgi chiqadi. Mana bu belgini bossangiz, bu sizda mana katta kichikligini qilib beradi. Mana bu belgi sizga buni joyini to'g'irlab beradi. Yani uzun to'g'irladim mana. Bu kilodan ham chiqib ketish kerak bo'ladi. Mana endi buni skalpetini to'g'irlab qo'yaman. Endi mana shu yerda men internet polygon line'ni tanlab chizib olaman. Mana shu quyoshgani ushlab turadi. Ixtiyoriy mana chizdim. Mana endi edit patternga o'taman va shift bostirgan holatda ochizoni filtrni tanlab mana shuni ustida 10 tugmani bosaman-da, aytamanki, yo'q, buni 10 tugmani bosaman, uzr. Boshqatdan. Edit patterndaman, shift tanladim. Yana keyin trace'ga o'taman. Mana trace'ga 10 tugmani bosaman, olib kelaman. Trace patternda ko'chirib olaman. Menga tayyor andaza qilib berdi. Endi buni olib kelib, bu yerda tekshirib olib kelaman-da, buni ustiga qo'yib olaman. Mana shu zag'im katta ekan. Buni ozgina qoraytiraman. Kontroldan bosib, buni ham kontroldan bosib chiqaraman. Kontroldan strelka bilan bosdim. Va buni yana qo'yib turaman-da. Segment savingga kelib, tanlayman. Simulationni bosaman. Bu menda mana o'tib qoldi. Yana Ctrl Z deyman. To'g'rilab olaman. Keyin buni tanlab, chiziq bilan quyoshgani tanlab, X qo'yib mana. Yana olib kelaman. Mana shuni bosaman. Menda bu quyoshgani so'rayman. Teshuvda qildi, to'g'rilab olish kerak bo'ladi. Endi quyoshgani menda og'irlik qotganga o'xshaydi. Reset boshqatdan qaytarib boshqataman mana. Mana qotganda, quyoshgani menda og'ir. Yana bitta narsa, quyoshgadan oldin bunga freeze bosib qo'ysangiz va bunga ham freeze bosib qo'ysangiz, mana quyoshga endi joyida turadi. Hozir quyoshga o'rnatdik. Mana shu video edi. Bunaqa qiyin emas ekan, o'zim videolarni qarab ko'rdim. Videolog'imda mana quyoshga bor. Banddan bor edi, bandda hech videosi chiqmadi. Qanaqa klipis qilish. Ya'ni band qo'yish uchun nima qilaman? Plyusni bosaman.
Plusni bosaman, Add'ni bosaman. Demak, mana nima qilaman demayman, nima bitamanda Object Browser'da banchik belgisi bor, tanladim. Keyin plusni bosdim va menda har xil narsalar kelib chiqdi. Top speech, Russian texture, button call, graphic. Chiqmayapti. Demak, men buni tashlab beraman. Work. Klaviaturani ichida menda banchik bor. Nima qo'ydi banchikka? Endi olib kelaman, buni o'rniga banchik qo'yaman. Bu ketdi, o'rniga banchik bo'ldi. Simulationni bossam, bu banchik tushib ketyapti menda. Videoda rosa ko'p videolar bor, banchik qanaqa tayyorlash bo'yicha, lekin banchik qanaqa bog'lash bo'yicha videoni topmadim. Necha kirib qolyapti bu mana. Lekin alohida bo'lmayapti. Lekin unfreeze qilaman. Unfreeze qilaman. Mana banchikim imorasi o'zi tiqilib qoldi. Lekin o'zi aslida bunaqa bo'lishi kerak emas. Operatorga qo'ydik banchikni, keyin oldiga turib qoldi. 2 soatdan beri video qidaman shu banchikka qanaqa kirib qilish bo'yicha, lekin kam chiqmayapti. O'ylayapmanki, bunaqasidan qilib izlarni hozir ko'ramiz. Teknislarga buniyam teknikni shuni cho'qib ketyapti. Buniyam o'chmayapti. O'zida tushib qolyapti. Va banchik tushib ketyapti. Banchik qanaqa bog'lash bo'yicha million xil videolar bor. Lekin keyinga tiqib qo'ysa, keyinga mana turibdi banchik. Shunaqa qoldiramizmi? Banchikni keyinga tiqib qo'ysak, banchik turibdi, lekin tushib ketmayapti. Hayron bo'lib turibdi. Banchikni keyinga tiqilib qoldi. Shunaqa qoldirsa kerak. Men yana ikkita video qarab ko'raman. Undan keyingi videoda yana olmoqchi edim, videoni qarab. Nega dikkat hosil qilish yo'qonaqa. Anaqa hosil qilish hosil boraman hozir. Gapimni topolmay qoldim shu paytda. Okay.